Ну хорошо, смотрим видео тогда. Потом будете написать комментарии. Мигранты из Индии, к сожалению, уже отметились. У нас в работе есть дела, в частности, попытка группового изнасилования в Москве. Вообще скажу, что любые мигранты приезжают на работу, а потом большая их часть не работают, а уходят в криминал. К сожалению, я понимаю, что у нас дефицит рабочей силы. И пока наши ребята на спецоперации, где все так же людей не хватает, мигранты – это вынужденная временная, надеюсь, мера. Мигранты из Индии, к сожалению, уже отметились. Как группового изнасилования в Москве. Zo'rlashdimi? Gruppovoy bo'lib, o'zbek tojiklarda isqirt chorni dedilaring. Uyiga qaytsin keragi yo'q dedilaring. O'rniga almashtirgan odamlaring hali boshlaringga mana bu kunlar tushadi. Chehra saja ke rakhna, chehra chupa ke rakhna. Qani endi rusga община o'zbek tojikni ko'tidan quvgan. Quvmaysizlarmi? Yo balshoy bratlaring qo'ymaydimi? Mana shu videoni barcha migrantlarga jo'natib qo'yamiz. Bir maza qilishsin. Я обращаюсь к русскому народу. Именно русским народом. Я из Индии, короче. Смотрите, смотрите. Вы, дорогие братья Таджикистана, Узбекистана, Киргизстана, всех депортировали. Смотрите, смотрите. Даже машина не может выходить, не может выходить. Видите, какое что случилось? Везде машина закрыта, вот смотри. А кто вам работает? Сами, да, русские сами работаете, да? Да? Убирайте сами. У нас в Москве снег. Смотрите вот это, блин, реально, это реальность. Нам qaraqlashmi mashinani. Прям жестко qar javobatda qo'li Moskvada. Mani qanday ochadi deyimda? Men почти поим менен жауып. 9 января. Вышел на улицы Москвы. Смотрите, что они делают. Они просто хуй. Пиздец их сколько нахуй. Они кругом, блядь. Братан, дай порулить, а? Охуеть, ну их пиздец сколько нахуй. Смотрите, ебать. Вот тут как бы люди ходят, да, но вон они вообще кругом снег, ебать, чистят просто. КамАЗы вон, бля, ездят нахуй. Охуеть, что происходит, ебать, Москва, блядь. Mana 9-yanvardagi holat. O'zing ko'rsalaring bo'ladi. Yo'llar holatini. Qor ko'pligidan tumanga o'xshab qolgan. O'zim o'yinlar ham ko'rinadi. Tumanga o'xshab qolgan. Yo'llar tozalanmagan. Hindlar qordan qo'rqib chiqmayapti shekilli tozalashga. Mino Hind migrantlarni olib kelaman degan edi. Olib kelmadi ham shekilli qancha. Nasi yoki ishlagan chiqmayapti shekilli. Kuryer bo'ldi, ishlatdi degan. Mana ko'ringlar, 90 gradus sovuq, yerlarda qor ko'ralmagan. Vaqtida o'zbeklar qadriga yetish kerak edi. Mana shular toza turardi agar o'zbeklar bo'lganda, hozir hech kim qolmadi. Akalar yomon qiyin bo'lyapti, shunchalik qiyin bo'lyaptiki, eplanib bo'lmaydigan darajada bo'lib ketdi qor. Qor ko'ryapsizlar, o'yda mashinalar tiqilib qolyapti, vashsi yura olmayapti, uchib kelyapti mashina ham. Qorni qaranglar, bu yer qor. Aynalar muzlab qo'ygan, ammo akalar suv emas, muz bu. Xo'p, akalar,
qor yomon ham ko'p yog'yapti. Dvornikni qaranglar, muzlab qolgan. Aynan vaqti muzlab yog'ib, tashqaridan ham tozalayapman. 2 minut ichida muzlab qolyapti. Qor yomon ham ko'p yoqqan. Mashinalar qaranglar, ko'milib qolgan akalar. Bu yerda mashinalar qo'yaverasizlar. Vaqti ahvol chatoq. Xo'p, iloji boricha harakat qilyapman. Tozalashga, tezroq tozalashga, lekin imkoni bo'lmayapti. Balon turgan yerda aylanyapti, bor akalar. Oldi peridoyda asha u qachonlardir zublari singan paytda olib tashlashgan ekan. Shu meni qiynayapti shu narsa. Oldi peridoyga ishlamayapti. Iloji boricha harakat qilyapman. Tillab ketdim akalar, ko'rgan bo'lsanglar. Moskvani silishkim, sinagapat kuchli bo'lyapti, qor kuchli bo'lyapti. Iloji bo'lsa dastlabki akalar chiqmay turinglar dastlabkiga. Yo'llar joyiga kelguncha sal bo'lsa ham, ozgina bo'lsa ham yo'llar ochilguncha kutinglar, iltimos sizlardan. Hozir bittatasini ko'ryapman, yetalab yuribdi, velosiped yurmayapti. O'zinglarni asranglar, iltimos sizlardan. Joninglarni asranglar, sog' bo'linglar. Xudo xolasa sizlar uchun xizmatdaman, xudo xolasa. Bittadan like bosib qo'yinglar, musofirlar. Подпискani обязательно bosinglar. Kursi hidi rosa bo'layotgan ekan. Bir ko'ringlar. Okukali o'zbek, tojik, qozoq, qirg'iz qadrimizni mana bilinishga boshlabdi. Sekin-sekin. Ishlashni ham xohlamayman deyapti egasi. Juda ham ko'p brak chiqarib tashlashdi. Gapiraman desa tushuntira olmayapti. Mazami, sizlarga mazami? У нас куча работы. Случился брак. Все эти ребята новенькие, которые вот без футболок, это не наши. И вот кучу сделали этого брака. И сейчас выбираем только то, что точно ровное. Разобрали сколько? 496 комплектов. Вот перебираем все. У меня нет ни сил, я даже не могу ругаться, не хочу. Мне легче сейчас, чтобы они все это распороли, переделали и... Xo'p, akalar ko'rib turgan bo'lsanglar, mana shu ozgina yerda o'zim pashti bir kamas, kichikroq kamasda bir kamas qorni olib chiqdim. Amaki ishlayapti, hozir chiroyli qilib xudo xolasa sizlarga duoda beraman. Bir duo qilib qo'ying deyman. Mana shu qorin surib beramanda keyin xudo xolasa bir duo beraman inshaalloh. Sizlarga faqat shuni evaziga bir nima qilinglar. Men qo'llab-quvvatlab tursanglar, xudo xolasa mana shu insonlarni duolari inshaalloh o'tadi akalar. Nimaga qiyinchilik bilan ishlashyapti? Hammamiz musofirdanmiz. Musofirlarga ham duo qilaman, uydagilarga ham duo qildiraman, ota-onamizga. Turinglar. Bunaqa kontentni har kim ham qila olmaydi. Bir duo qilib qo'ying endi. Men Instagramda videolar qo'yapman. Ko'pchilik aytyapti, yordam beringlar va shu duolar nima qiladi deb. Duo beringlar deyapti. Duo. Kim bitta duo qiling? Davay. Aha. Yo'q, ko'rsatmayapman, o'zim ko'rsatyapman. O'zim ko'rsatyapman, men o'zim ko'rsatyapman. Ha, duo qilib qo'ying bir. O'zim ko'rsatyapman. Amin. Amin. Baraka bersin. Amin. Hammani Alloh o'zgarsin. Amin. Kasblaringiz Alloh baraka bersin. Musofirlarni ham o'zi Alloh panohida asrasin. Akalar, mana duoda beramiz sizlar uchun. Inshaalloh chiroyli kontentlar qilamiz. Qo'llab-quvvatlashni davom etinglar. Rahmat. Ozgina o'zbeklarni o'zini chiqarmadan uchun samimilarning asosiy narsani oldik. Xo'p, akalar, ertamandan ko'rgilik. Inna lillahi hammasi Allohdan. Nima deydi? Mana mashinani ozgina Kirillosini o'zini ko'rayotgan bo'lsanglar, mana Kirillosini o'zini bamperga ham shikast etmagan, eshikda nimasiga ham shikast etmagan, xullas. Atval tegib ketdi. Ya'ni men mana bu tarafdan chiqayotgandim, sigani ketdi trotuardan. Xo'p, shunaqa bo'ldi akalar. Endi nima ham deymiz? Allohni aytgani, peshonaga yozgani baribir qochib qutulsak ham bo'ladi. Hozir telefonga nima keldi? Gaishnik telefon qildi. Qayerdasan, nima qilding dedi. Shunaqa trotuardan siganib ketdi dedim, ahvol chiqib ketdi. Kirilloda urdim dedim. Xo'p. Nima ham deymiz? Jonni asraylar akalar. Allohlar qadarda yozgan hamma narsa
bo'ladi akalar, hech qachon uni unutmanglar. Inna lillahi deb qo'yinglar, tamom. Inna lillahi, sog' bo'linglar. Assalomu alaykum jigarlarim, joninglar sog'mi, yaxshimisizlar? Akalar, to'g'ri 30 vaqtimiz ishga chiqyapmiz, xudo xolasa. Bugungi kun hammaga xayrli bo'lsin, barakatli bo'lsin. Xudo xolasa qorni qaranglar, yog'yapti, mana mingga qo'yib. Traktorda ichi muzlayapti, boshda qarab turibdi. Master nachanyapti. Xo'p. Qor ko'rinyapti, mana bu yerda yo'q qanaqaligi bilinyaptimi? Qor normalni yo'qman akalar, tak. Bunda ham men o'zimman. Yaxshi zo'r narsa oldim, ikki tarafini ham videoga oladigan narsa oldim. Xo'p, nima deymiz akalar, ishlarga omad, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Indroda kechqurun qo'ygan videoyimda aktiv prosta bomba bo'ldi. Shu aktiv tushaylar iltimoslardan bitta videoyim 3-4 soat ichida 1000 ta like yig'a oldi. Yana shu video ham yig'a oladi degan umiddaman. Sog' bo'linglar, rahmat.